Assalomu alaykum hammaga. Akalar ko'ryapsizlar, liyetini boshlang'ich to'lovsiz chiqarib beryapmiz. Bitta maslahat beraman akalar. Iltimos, $2,500 pullaring bo'lsa, keyin aniqqa chiqsalaring bo'ladi. Men egalar bilan gaplashib ko'rdim. Bu yolg'on narsa emas. Xitoy bunaqa boshlang'ich to'lovni chiqarish qiyin deb o'ylarsizlar. Gaplashib, men o'zim ishonch komil qilib, reputatsiyamga ta'sir qilmasin degan holatda o'zim gaplashib, keyin ishni boshlayapmiz akalar. Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Mana egalari Ular mashinani hozir xarakteristikasini tushuntirib o'tamiz. Keyin qanaqa hujjatlar, proses, ya'ni jarayon qanaqa ketishlarini birma-bir tushuntirib o'tamiz akalar. Demak, boshladik aka. Gapirish boshlaymiz. Dolphin L7 mashinamiz $2,500 boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lov deganda qanaqa? $2,000 depozit hisobida qoladi bizning firmada. $500 mashina hujjatlariga ketadi. $2,000 ni keyin siz oylik to'lovlaringiz tugagandan keyin qaytarib beramiz yoki oxirgi oylik to'lovlaringizga qo'shib olsangiz bo'ladi. Tushunarli. Bo'ldi akalar, unda mashinani tushuntirishni boshlaymiz. Bu adashmasam elektromobil. Gibrid ham bor-a buni? Bor, gibrid. Lekin gibridi parallelni gibrid bo'lganligiga bular gibridlar qimmat chiqib ketadi. Rastamoshkasi примерно 26-28 mingga to'g'ri kelib qoladi mashina tanlasi. Tushunarli. Akalar, o'zi parallelni gibrid bilan asli, ya'ni ketma-ket gibrid bo'ladi. Shuni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, ketma-ket gibrid, bu alohida qora fonga olib qo'yamiz. Ketma-ket gibrid akalar birinchi tokini sarflab oladi. 15% dan keyin bu degani generator ishlab turib, tok ishlab beradi benzin orqali. Bu ketma-ket gibrid deyiladi. Parallelni gibrid balonni ham aylantirgan holatda bo'ladi. Shuning uchun ham uni rastamoshkasi qimmatroq bo'ladi. Ya'ni balon aylantiradi. Bu degani 60 tezlikdan keyin adashmasam, 60 tezlik emas, примерно 4000 оборотdan keyin qo'shib yuboradi. Tushunarli. Shunaqa bo'ladi akalar. Eslatib o'tyapmiz. Davay, mashinani xarakteristikasini tushuntirib boraverasiz. Bu elektromobil 518 km zapas xodi bor. Примерно 400-350 yurib beradi. Bu aniq, chunki Jivoy otsivlar bor, sotgan klientlarimiz shunaqa gaplar aytishgan. Bu endi rasmiy yolg'onmi o'zingizlarga bog'liq bu narsa. Nechta pozitsiyasi bo'ladi buni o'zi? Buni biz ko'rganlarimiz, bilganlarimiz ikkita pozitsiyasi bo'ladi. Bu eng fulli, panoramasi bor, abagrev abdufi mavjud. Naqdga kelsa qancha qilib berasiz buni? Naqdga 22,5 ming qilib beramiz. 22,5 ming, yana kelishilgan holati bor. Albatta. Kelsalaring, Xitoy avtodan keldi desalaring akalar, arzon qilib berishadi. Mabodoyi arzon qilib berishmasa, o'zim ham nomerimni qo'yib qo'yaman. O'zimga aloqa chiqsalaring, akalar 5 minutda yonlaringda bo'laman. Xudo xolasa akalar. Davay, ichlarni bitta ko'rsatib o'taylik unda. Xo'p. Kamerachini ham akkauntini bittani qilib qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, ichlari skromiy turadi akalar. Ko'p gapirib o'tmadik. Hozir xarakteristikasi men ham tushunmayman. Akamlar o'zi tushuntirib beradi. Bu panoramali ekan akalar. Buni bez panoramasi ham bo'ladi. Adashmasam uning narxi 21,5 ming atrofida sotilyapti. 21 mingga qilib beramiz bez panoramasi. 21 mingga qilib berasiz. 21 ga qilib beramiz. Orqa tarafni ham bitta kengligini ko'ramiz. Anchagina keng. Men bitta o'tirib ko'rsataydi. Sabab kattaroq odam o'tirganda qo'liklari ham bor ekan, adashmasam. Ichlari endi bu mashinani solishtirish, hali yuvanab bor-ku, BYD yuvanab. O'shalarga bu konkret hisoblanadi bu mashinamiz. Yuvanabga solishtirganda ancha uzunroq, kattaroq, zapas xodi ham ko'proq, mana orqa sideniyalari bemalol o'tirishadi. Yuvanabni qilib qolasiz. Yaxshi, oldiga ham shu holatda o'tiramiz. Ya'ni oldini surib qo'ygansizlar degan odamlar chiqib qolishi mumkin. Mana akalar. Namozgina elektroniymi? Yo'q. Qarang, elektronniy faqat mana bu shofir sideniyasi elektronniy. Shofyor taraf elektronniy, qolgani ruchnoy ekan. Qo'l bola. Hop, materiallari yaxshi akalar. Bo'ladi-da endi 22,5 mingga yana qanaqa komfort, qanaqa plastik endi mana bu joyda plastik bor xolos, tegadi mana. Pastda plastik xolos. Maydalar yumshoq material. Yaxshi akalar. Bu ham bir xilmi? Kelasi bir xil. Bir xil panoramali. Orqa ko'rinishlarni ham qo'ying. Zapas xodi qancha edi? 518 km. 518. Realni esa akalar 350 dan 400 kilometrgacha yurib berasizlar. Batareyasi qatl bo'ladimi buniki? Shu qatl o'sha anaqa alohida bo'ladi-ku. Yacheykali bo'ladi. Yacheykalikni olsalaring manfaatli bo'ladi. Sabab bitta akkumulyator almashtiradigan bo'lsalaring, bagajdan ochib beraymi? Hoppa. Bagajlar ham elektropaket. 3000-4000 ga tushasizlar agar общийga bo'ladigan bo'lsa. Bu yacheykali bo'lsa, donalar almashtirib bu degani $150 dan $200 gacha bo'ladi akalar. Manfaatli bo'ladi u holatda. Hop, Bemalol bitta zapaska balon qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Bunda zapaska balon chiqmaydi aka. Bo'ladi, lekin bo'lmaydi.
Elektronli hamma yaxshi ekan. Hadovoylar yumshoq degan umiddaman. Bitta haydab ham Yumshoq, ko'ramiz, yumshoq. nasib qilsa. Keyingi videolarda ham hozirmi ko'ramiz endi unisini. Bonuslar nima qilib berasizlar? Bonusga o'sha o'zini original zaryadini qo'shib beramiz, polik qo'shib beramiz. Bo'ldimi? Garantiyasi bor, bo'ldi. 1 yil garantiya beriladi-da. Ha, 1 yil garantiya beriladi. Bo'ldi. Servis bor. Endi 2 yilga olgandan keyin 2 yil garantiya bo'ladi, polibol. Bo'lib to'lashdan Bo'lib turish kasalaring ko'rasam 2 1 yil yil edi, garantiya 2 yil bo'ladi, yo'q qolar ekan. To'g'ri. Mazza sizlarga mazza bo'ldi. Tonirovka qilib bermaysizlar? Yo'q, tonirovkalar qilib bermaymiz ekan. Yana bonus qo'shtiramiz bir amallar. Kelaveringlar, bir nima qilamiz. Ha, xudo xolasa. Hop, balonlari yaxshi. Nechi balon? 20 mi? Yo'q, balonlari 18 bularniki. Hamda boshqa narsani o'qibman. 18 bo'lsa yaxshi. Faqat diskalar faqat shunaqa bo'ladi. Diska ham faqat Boshqacha shunaqa. turligi yo'q. Nari Yo'q. arzonda ham shunaqa. Arzonda boshqacha diska bo'ladi. Bu boshdan nimasini tushuntirsa bo'ladi, men tushunmayapman. Anaqasichi, yo'mkisi nechi bo'ladi? Nima yo'mkisi anaqasi klavat bo'ladi. Kilovatimi? Kilovatini bilmayman. Klavatdan Shu joyga yo'qotasiz. akalar ChatGPTdan qidiraman, pastga yozib qo'yaman. Bu mashinani tushunmadim o'zi mashinani. Endi qarang, tushunmayman. 20 tacha mashinamiz borda, qaysini eslab qolaylik bularni kilovatini. Men shu Dongfeng 008 sotaverib miyaga o'rnab qo'ygan. Shuncha qanaqa qilmaymiz. Orqalari yaxshi, xullas konsertlari cho'tki ishlaydi. Elektromobil benzinli bo'lsa ekan, yoqdan kirib bu yoqqa chiqsa. Xo'p, radiator setkasi o'zi ochilar ekan, bu degani mayda toshlar kirmaydi. Shunaqa o'zi yopilib ochiladigan. Zo'r. Shu taraf yoqdi menga. Hop. Bo'ldi, zerikib qoldim, men ham zerikib qoldim. 60. Mana Shahzodga ham aytdi, 62 kilovat bo'lar ekan akalar. Batareykasi, katil bo'ladi. Bo'ldi, hamma narsani aytib o'tdik. Dog'lisi pastki raqamlarga ikkita nomer qoldiraman, Murodilla akaniki va o'zimnikini qo'yaman. Ikkalarimizga ham telefon qilib, kelib savdo qilib olib ketsalaring bo'ladi. Faqat oq rangidan bor. Faqat oq rangidan. 25-yil. 2025 yili. Bitta plyus tarafi, keyin texpasport olganlaringda texpasportda 2 xil rang yoziladi. Tepasi qora chunki mashinani, pasti oq. Oq, qora yoziladi texpasportga. Komfort. Zo'r. Bo'ldi unda akalar, like, obunani esdan chiqarmaysizlar, mehnatimizni baholab qo'yasizlar. Jonlaring sog' bo'lsin, sizlar uchun xizmatdamiz akalar. Salomat.